xotiningiz bilan oyingiz urushib qolsa, nima qilgan bo'larsiz? Birinchi navbatda xotin ketadi. Surishtirib ham ko'rmaysizmi nima tema bo'lganida? Ona nohaq bo'lsa ham baribir xotinni urishaman-da. Xotinni urish kerak. Onam tarafini olaman. Xotin kerak unaqa. Nimaga bitta inson ketish kerak, xotin ketadi unaqa bunaqa. Bilamiz erkak kishilar. Ona birinchi o'rinda va ona bilan ayolni taqqoslab bo'lmaydi o'zi. Bu g'alati narsa. Erkak kishi как будто bir ko'prik bo'lish kerak. Bu bir, ikkinchisi nimaga imенно qaysidir insonni urish kerak? Chiroyli hal qilish ilojisi yo'qmi? Xotin ketadi-da. O'shani chiroyli tushuntirish ilojisi yo'qmi? Ayolga boshqa kuni mana shu temani ochib, mana bunaqa vaziyat bo'libdi, mana bunaqa tutish kerak bu yoqda, mana bunaqa bo'lish kerak, mana bunaqa qilsang, men senga bo'lgan hurmatim oshadi, seni ko'proq yaxshi ko'raman. Onaga o'zi erkalanib chiroyli tushuntirsa, go'zal xulq. Faqat urish kerakmi? Nimaga bunaqa fikrga kelib qoldi? Ba'zi bir o'g'il bolalar hayron qolaman-da mana shunga. Shuncha oilalar buzilib ketyaptimi deymanman. Xotinni onaga noto'g'ri ko'rsatib, afigets.